Keling. Assalomu alaykum opa. Keling. Ha, tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi qo'shni? Nimasini aytay qo'shnijon? Qizimni to'yi qaytdi. Voy, yaxshi ish bo'lmabdi. Hamma ayb o'zimda. Birovlarning qizini g'iybat, ig'vo qilishdan charchamadim. Tirnoq ostidan kir qidirdim. Qo'ni qo'shnilarni ham g'iybat qildim, ig'vo qildim. Oxir oqibat o'zimni qizlarim baxtsiz bo'lib qoldi. Meni kechiring opa. O'tgan safar Nozimani Fotihasi meni deb qaytgan. Bo'lajak qudagi har xil gaplarni men gapirgan. Voy, Meni kechiring opa. voy bo'lmasam. Mayli Ziyoda opa, qo'ying. O'zingizni qiynamang. Bo'lar ish bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi-ku. Qizim to'g'ri aytayapti. O'zingiz uchun saboq olgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Biz allaqachon sizni kechirganmiz, a? Shunaqami qizim? Shunaqa oyijon. Shunaqa. Rahmat Nozima. Rahmat opa, sizga ham. Bu safar albatta baxtli bo'lasan. Nozimaga hasad qilardim. Lekin hasad ko'rolmaslik yaxshilikka olib kelmas ekan. Mayli qo'shni. Bu gaplarni qo'ying. Iloyim, bolam baxtli bo'lib ketsin. Ilohim baxtli bo'lsin. Sizni farzandlaringiz ham baxtli bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin.